Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar, bog'bonlar, uzumchilar. Biz Tojikiston Tursunzoda shahrini go'zal uzum bog'laridan birida turibmiz. Bu uzum bog' ukamiz Muhammadjonga tegishli. O'tgan yili aynan mana shu bog'dan preobrazheniya uzumini pishgan vaqtida, ya'ni uzilayotgan vaqtida video qilib chiqargandik. Bugun qisman preobrazheniya uzumi haqida ham gapiramiz, chunki ba'zilar umuman uzumchilikdan xabari yo'q bo'lgan insonlar negativ fikr bildirishga ulguribdi. Biz ularga ahamiyat bermaymiz, lekin kimnidir ham chalg'itib qo'ymaslik uchun, boshqalar fikridan chalg'imasligi uchun biz sizga hammasini ko'rsatib, isbotlab berib ketamiz. Muhammadjon, assalomu alaykum bo'lsangiz. Assalomu alaykum. Hammalaring yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Bizni kuzatib boryapti turgan dehqonlar. Muhammadjon yosh bo'lishiga qaramasdan, yoshlikdan uzumni ichida katta bo'lgan, ancha muncha tajribali insonlar qatorida tajribasi bor demoqchiman. Muhammadjon, bu preobrazheniya uzumi haqida ozgina o'zi qisqacha gapirib o'taylik. Keyin mana bu bog' o'zi necha yillik bog'? Bu uzumlar 5 yashar, 5 yoshga to'ldi bu. 5 yoshga to'ldi. 6-yoshga Hozir bu ketyapti. sxema nechiga necha qilasiz? 6 ga 3 qilinganmi? Bular yo'q, bular 6 ga 3 ekilib, o'rtasiga shaxmatni joyiga ham yana ekib chiqilgan. Hozir ya'ni bunaqasi radiam 3, bunaqasi 6 lekin. Ha, 6 ga 3 bo'lib qolgan. 6 ga 3 bo'lib qolgan hozir. Keyin navlarni ham taqsimlagansiz. Bu rad boshqa nav, bu rad boshqa nav. Shunday. Hozir mana bu rad preobrazheniya. Preobrazheniya bu. Bunisi avatar. Bunisi avatar. Xo'p, bu preobrazheniya o'zi qachon keldi sizga? Mana shunga bu daraxtga yoshlikdan ko'chatini ekdingizmi, tepadan payvand qildingizmi, qanday bo'ldi? 2021-yil buni payvand qildik. 2022-yil 5-10 yoshdan buni hosillarini ko'rib sotdik. 2023-ga kelib ob-havolar bunaqa bo'lib, hammani bog'lariga ozgina anomal sovuqda zarar yetdi. Ha, Xudoga shukr, mana yana Alloh taolo qaytib berdi. Mana yana 2024 bo'lib, o'tgan yili uni oldingi yil yanacha sotdik. Mana o'tgan yili sotdik. Mana bu yil yana Xudoga shukr bog'lar to'la hosil. Eng barvaqt pishgan vaqti qachon edi? Mana shu preobrazheniyani men o'zim ko'rsatib, bog'dan kelib ko'rib, men o'zim bilaman, lekin ba'zilar bilmaganlar uchun realni ko'rsataylik. Bizda hozir o'zimizda Tursunzoda shahrida bu uzum xo'p 20-iyun oylarida tayyor bo'lib bozorga, ommaga chiqyapti. 20-iyun, birinchi oyida. Mana bugun sana 21-aprel do'stlar. Sizlar shu bugungi kundagi o'zingizda boshqa navdagi uzumlarni holatini ko'ring va mana bu preobrazheniya navini holatini ko'ring. Qanaqa boshlarni ajratib, boshlarni yirikligiga ahamiyat bering hozirdan. Mana bu ikkita boshni bitta qilib qo'ygandek bo'libdi-da. Shunday. Shuni hozir mana 20-iyunda pishgan deyapsiz. Realni telefoningizda surat olib qo'ygan joyingiz bormi? Bor. Endi 20 tarixini ko'rsak bilamiz. Bo'ladi. Nimaga bo'ladi? O'shani bitta ko'rsataylik. Mana hozir. Biz do'stlar faqat tajribadan o'tganlarini, ishonchli bo'lganlarigina sizlarga tavsiya qilamiz. Xo'p, mana 27 preobrazheniya mana. Qani sanasi? Mana do'stlar, 27-iyun 2025-yil. Ko'rinyaptimi tepada? Uzumni ayni mana shu preobrazheniya navi yashiklarga uzib, yana xohlashsa mana iminna shu uzumlar. Mana hozir Muhammadjon biz aytyapmizki, Yevropa usulida ular aytyaptiki, biz boshni katta qilmaymiz. Kichkina 800 grammlik, 750 gramm 1 kilogacha qilamiz, lekin sifatga ishlaymiz deyapti. Ular o'zini bozoriga shunday ishlaydi-da. Yevropa, Germaniya, masalan Amerikada yetishtirilgan uzumlar Germaniyaga, Yevropaga eksport bo'lar ekan. Ularning talabi shu. Mana Xitoyda ham xuddi shunday. 800 grammlik 1 kilolikgacha bo'lgan uzumlar. Lekin bizning bozor talabi, bizning xalq Osiyo xalqi yeyman deydigan xalqda rostida. Bizga
qancha bo'lsa boshi katta bo'lsin deydi, yirik bo'lsin deydi. Sifatli, katta. Keyin sifat birinchi darajada bo'lishi kerak aslida, lekin bizda ko'proq boshi yirik bo'lsin deydi. Yirik. O'zimizni ichki bozorga Aniq. ayni tushadigan mana shu uzum navi bo'ladi. Faqat bu o'zimizni bozorga. Lekin mana shuni ham o'zi boshlarini ko'rdik, juda ham yirik. Lekin siz shunga qaramasdan hozir qilayotgan ishingizni ko'rdik. Bittadan boshini olib tashlayapsiz. Nima uchun? Buni bittadan boshini olishimizni sababi buni boshi shu birinchi boshi silishkim ham katta bo'lib ketadi. Yana undan ham katta bo'lib ketadi. Aha. Maqsad mana masalan mana shuni katta bo'lishiga qaramasdan men shunisini olib tashlayman. Kattasini olib tashlaysiz. Kattasini olib tashlayman. Bir kichigi boshda qoladi. o'zi mana bunday olganda ikki boshdek ko'rinadi. Mana shu kichigi qoladi. Aha. Kichigi qoladi. Kattasini har birini mana shu ham katta. Aha. Mana masalan Shu kichkinasi o'zi Shu shunaqa 3,5-3 kilo bo'lib ketyapti. 3,5-4 kilodan oshiqligi ham bor. Hozir suratida ham bor. Mana shuni обязательно mana bunisi ham shunday, xuddi shunday qilib обязательно mana shuni hammasini 100% shunday qilinadi. Mana bu Kichkina shuncha- boshi qoldirilyapti. mana shu kichkina, mana shu eng kichkina ko'rinib turgani ham 2 kilodan ziyod 3 kilo bo'ladi. Eng kichkina boshi 1 kilodan 4 kilogacha bo'ladi bu uzum. Bu kattalarini qo'ysak silishkim ham yashiklarga joylashtirib bo'lmaydi. Mana shu Shuni uzum bu преображение uzum bo'lsa, mana bu rad avatar, to'g'rimi? ha, bu avatar. Avatar uzumini, mana avatarni o'zini ham o'zi boshi kichkina bo'lmaydi. Pishganda u juda ham katta bo'lib ketadi mana. Buni holatini qarang, bugungi kundagi holatini va преображениyaning holatini qarang. Bu o'zi bosh ajratishidan ma'lum erta pishishligi va bundan tashqari men sizlarga ko'rsatdik realniy uzilgan vaqtini va siz hozir har bir tutga o'rtacha necha kilodan hosil qo'yyapsiz? Hozir buni orasi yaqinligi uchun buni shu hozir 5 yosh, 6 yoshlik uzumlarga 120 kilo, 100 kilo o'zi bularga shu 60 yosh, 50 yosh yetib ortadi. O'zi 60 yosh ham 2 kilodan bo'lsa 120 kilo bo'ladi. O'shanda keyin yana hosildorchiligini quvvatiga qarab regirovka qilib qo'yamiz. Undan ko'p qo'ysangiz buni juda ham tonnasi ko'payib daraxt quvvati yetmay qoladi. Ha. Daraxt charchab qoladi. Keyin hozir mana bu nimalarga ahamiyat berdim. Uzumni tagini mana haydab aga topib qo'yibsiz. Mana shu 3 metr orada 3 ta ariq. 3 ta ariq bor. O'rtadan bitta, ikkita uzum tagidan bitta. Lekin mana bu bug'ot qo'ygan salafan bilan. Nishobligi uchunmi? Bu nishobligi uchun ham oq tuproq nishobligi uchun Suv tez ketadi. suv tez ketib qoladi. Yaxshi uzumlar suvga to'ymaydi. Ham nasosni yerlar. Agar bu yerlar nasosni bo'lmasdan ariqdan kelib, agar bu uzum xohlagan paytda suvga to'ysa, bulardan ham yaxshi bo'ladi. Bundan ham zo'r bo'ladi. Bundan ham zo'r bo'ladi. Bu bog'lar hammasi nasosda yerdan, Nasos. ya'ni skvajina suv chiqarilib, Mana shu orqali oldim, adir. tepamiz mana ko'rishingiz mumkin, tepa adir, pasti o'zi bu taraf ham adir hisobida. Shunday adir hisobida tekislanib, surib qilganmiz bu yerlarda ham. Yangi ochilgan yerlar. Yangi ochilgan Agar yerlar. bu tekis yerlar, suv bemalol bo'lsa, bundan ham zo'r. Bundan ham zo'r bo'ladi. Hosili juda ham serhosil. Mana shu navga masalan qarash boshqa uzumlar navlariga qaragandan ko'ra qanday injiqmi yoki oddiy qaralaveradimi? Men uchun eng oson uzum mana shu uzum. O'zim uchun, o'zimning tajribamdan o'tgan. Rasa ham bu uzumni chukurlarini 70% baylamasangiz ham yotib o'sadi. Qo'lchalari simchalarni ushlab olmaydi. Osmonga qarab o'sib turib, bir-birini bunday bir-biriga yopishib tepaga qarab to'zib o'sib ketmaydi. Mana ana shoxon tikka o'sib ketadi. Tikka o'sib, buni qiynamaysiz. Kelasiz, mana o'zi mana shu yerdan ma'lum. Kelasiz, mana yerga yotib oladi o'zi. Yerga yotib olib, qo'lingiz bilan mana joy-joyida ozgina shu regirovka qilib, mana bularni xudo xolasa bunday qilib olib chiqamiz inshaalloh. Faqatgina bizga Buni mana shu olish vaqti hozir, ayni vaqti, gullamasdan oldin. Gullamasdan oldin, ha. Gullagandan keyin ham olsa bo'laveradi. Endi bizni vaqtingizga qarab ish ko'payib ketadi. Ish ko'payib ketib qoladi. Qolgan uzumlar bayloqqa tayyor bo'lib qoladi. Shuning uchun hozir olib qo'yaveramiz. Mana har bitta qarang, har bitta ko'knovda yotqizib bog'lanadi.
shunday. Bularni bog'lash osonroq bo'ladi. Juda ham oson bo'ladi. Qolgan uzumlarga qaraganda 70%, 80% oson. Endi boshqa uzumlarga qaraganda qilinadigan ishi faqat shu bir boshni olib Bir chiqish boshini ekanda. olib chiqasiz, maydadan O'shanda- donalamaysiz, xomtegi yo'q. Hmm. 80% xomtek qilinmaydi bu uzum. Hmm. Yana keyin buni Keyin buni haligi duvaraklari, ikkinchi hosillari qiynamaydimi? ikkinchi hosillari bu uzumni ikkinchi hosilini bir qator olib tashlab turib, uchinchi hosili Husaynilar bilan sentyabrda oxirrog'iga borib pishiradi. turib, bir xil pishirib yetkazib yuboriladi. Chunki Ha. biz buni uchinchi hosilini xolodilnikka qo'yamiz biz. Hozir mana birinchi hosil erta pishadi. Pishadi. Iyul boshlanmasdan buni sotib tugatasiz-u, ikkinchi qilgan hosil duvaragini olib tashlanadi. Olib tashlaymiz. Uchinchisiga. Uchinchisiga. Mana men hozir 3 marta hosil beradi. Ha. Emas, 2 marta hosil beradi deganimga odamlar ishonmaydi-da. Lekin buni mana shu yil yana bir realniy kelib ko'rsatib beramiz. Ikkinchi hosilni ham olib tashlab, mana 3-chi hosilni qo'yib berar ekan, shunda bu o'sha Husayni boshqa o'rta pishar navlar qatori sentyabrda pishadi. Uni keyin xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Isrof bo'lmaydi. Lekin shunday sotsangiz ham o'sha paytda ham ketaveradi. O'shanda ham ketaveradi. Xolodilnikka qo'yib qo'ysak hech nima qilmaydi. Juda ham Xo'p, o'sha 3-chi hosilning baland. sifati qanday bo'ladi? juda ham chiroyli, juda ham zo'r bo'ladi. Kerak bo'lsa hozir videosi ham bor, qo'yib beraman. O'sha keyingi hosillar. Keyingi hosillarini ham. Menga tashlab berasiz, video davomida ko'rsatib o'tamiz. Mayli. Sizlarga ko'rsatib Aman hoji akam o'zimizni olib kelyapti. Qara. Ularni olib ketdi. Tazim qo'yingchi. Qo'yingchi. Necha kilo chiqadi ekan? 3 kilo 150 gram ekan. Nima? Bunisi-chi? 6 kilo 250 gram. Bu degani 3 kiloyu 125 gram. Ko'raverasiz. Kichik bosh deyarli yo'q. Donni yirigligiga ham e'tibor bering. Hozir oddiy Husaynini g'o'rasi bilan hali Husaynni uzumi g'o'rada buni oldida solishtiramizda. Mana buni duvarak ikkinchi hosili mana bu. Hozir Husayni mana shunaqa holatda. Bu mana shu preobrazeniyaning ikkinchi hosili duvaragi. Juda ham duvaragi ham ko'p bo'ladi. Bu yerda mana uzumni uzib mana bunaqangi plastmas yashiklarga joylashiladi. Mana har bitta yashikka 7,5 dan 8 kiloga yaqin uzum joylanadi. Bu mana atrofiga salafan qilingan. Shu holatda xolodilnikka olib borib 1 sutka saqlanadi, sovitiladi. Keyin bu salafanni shunday yopib, ichiga dorisini qo'yib, mashinaga yuklab eksportga chiqib ketadi. Rossiyaga, Qozog'istonga chiqib ketadi. Uzum bog' tagida mana shunaqa traktor mana 3 tagacha persepni bir-biriga ulab ketaveradi. Yana bitta persep qo'ysa bo'ladimi? Yana bitta persep qo'ysa bo'laveradi? Ha, bo'ladi aka. Dehqonni mehnatiga tasanno deysiz. Shu holatgacha yetirishtirib qarashni o'zi bo'lmaydi. Avvalo Xudo beribdi mana hammadan oldin uzum uzib chiqarishni boshlandi. Ha, boshqa joylarni ham ko'rsatamiz, faqat yaxshi joy emas. Mana bunga sal ko'proq joylari qolib, yaxshi pishganlarni uzilgan. Donlarni ko'rmaysizmi, donlarni. Meni qo'lim ham mayda qo'l emas. Qo'lim juda katta. Mana bir bo'g'imdan katta, yo'g'onligi ham ancha yo'g'on. Mashalloh. Mana uzum boshlarini ko'raverasiz. Tomoshaga kelsangiz, tomosha qilib bu bog' qilishga qiziqib ketganingizni bilmay qolasiz, bularni tomosha qilib. Juda chiroyli. Ha, bu yog'i mana avatar uzumlar. Avatarni kutganlar.
Mana avatar uzumni holati. Ba'zilar avatar uzumi sho'r ekan, yaxshi emas ekan deydi. Mana shunaqa vaqt yeb qo'yganlar aytadi-da. Mana shu eng qop-qorasi mana shu bo'lsa, mana qop-qora bo'lsa, hozir yesangiz sho'r, mana shu sho'r. Bu avgust oyining oxirlari, sentyabr 10-larida juda ham yetilib pishadi. Ana o'shanda yesangiz, bu o'zgacha bo'ladi. Avatar uzumini ko'rishingiz mumkin. Mana bu prebrejena bilan avatar yonma-yon ekan. Boshini ko'rib qo'yaverasiz. Bu hozir uzilyapti. Mazasi zo'r, mazasiga gap yo'q. Yeb ham ko'ramiz. Bismillah. Yaxshi, shirasi juda o'tkir emas. Yana ozgina tursa, yana ham shirasi o'tkirroq bo'ladi. O'shanga yarasha ves ham og'ir bo'ladi. Lekin hali bunaqa uzum bozorda bo'lmaganligi uchun, talab bo'lganligi uchun uzilyapti. Bu yerda hozir necha gektar bog' endi? Mana shunaqa qilib aralash ekilgan, cheres qilib. 3 gektar bog' bor bu yerda. 3 gektar, bir qator avatar, bir qator prebrejena. Ikkalasi ham bo'laveradi. Bo'laveradi, Xudoga shukr. Uni ham bir paytda pishgan paytdagi videolari ham bor, kerak bo'lsa. Hozir bunga birinchi suv qachon qo'yiladi? Endi shu gul mana shu 5-10 kunda, birar haftada gullaydi deb turibmiz. Shunga tayyorgarlik ko'rib, nasosni yoqib shu gulida bir sug'ormoqchi bo'lib turibmiz shu preobrajeniyani. Shu gulida bir suv qo'yib yuborsak, deyapti dadam. Bundan tashqari endi yerni holatiga ham bog'liqda. Ba'zi yerlar mana siz haydab qo'ygansiz, u suvga kelgan, ham toshliq. Ba'zi yerlar haydalmagan, namsa qilib turadi. Uni o'shani vaqt vaziyatiga qarab o'zlari dehqonlar o'zi biladi, o'zini uzumini, o'zini yerini. Qaysidir yerlar siz aytgandek toshloq, ular tezroq suvga kelib qolishi mumkin bo'ladi. Siz aytgandek bir xilgi yerlar juda ham unumdor, baquvvat yerlar o'ti bilan turgan bo'ladi. Qaysidir yerlar nam saqlashi, ob-havo yaxshi, nam garchilik kelsa, uzumni yana ham kechroq sug'arsak hech nima qilmaydi. Tushunarli. Rahmat sizga ma'lumotlar uchun. Kam bo'lmanglar. Yana hali kelib alohida yana video lavhalar qilamiz. Do'stlar, mana ko'rdilaring, preobrejena haqida ortiqcha negativga hojat yo'q. Bu uzum haqida nafaqat bu, hamma uzum haqida ham yoki kimdir haqida negativ, ya'ni yomon fikr bildirishdan oldin avval uni o'rganish kerak. O'zingiz qilib ko'ring, bu uzumini ko'ring, keyin gapiring yoki kim haqida gapirishdan oldin o'zi bilan gaplashib ko'ring. Qani nima o'zi vaziyat, nima bo'lgan. Shuning uchun endi negativlarga ahamiyat bermaysizlar. Yeri katta bo'lgan bog'bon akalar bosib qilish kerak. Chunki mana ko'ryapsiz, eng erta pishadigan, bozorga kirib boradigan va eng qimmat uzumlardan biri bo'ladi. Endi erta pishgandan keyin, boshqa uzum bo'lmagandan keyin qimmat bo'ladi-da narxi. Albatta, bularning narxi baland bo'ladi. Biz Muhammadjon ko'chatlardan tayyorlab qo'yganmiz. Agar mabodo kerak bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilishlaringiz mumkin. Ko'chatlari Toshkent viloyatida. Istalgan joyga dastavkamiz bor. Buni aytib o'tib ketaylik. Rahmat. Kimgadir masalan video qiziq bo'ldi yoki ma'qul keldi, ko'chatini oqtarishi mumkin, tabiiy. Ishonchli ko'chatini olish kerak. Nafaqat bizdan, kimdan bo'lsa ham ishonchli bo'ladigan bo'lsa, olib qilishni tavsiya beramiz. Endi aynan mana shuni hamma qilish shart degan narsa yo'q. Dunyoda uzum navlari juda ko'p, turlari juda ko'p. Bozor qaysini tortsa, o'shani qilish kerak bo'ladi. Ya'ni bizni bozor. Biz endi u Yevropaga, Amerikaga yoki Germaniyaga hozir eksport qila olmaymiz-ku. U darajaga chiqmaganmiz-ku. U darajada chiqish uchun aynan o'sha navlarni o'sha holatda qilib yetishtirib bera olsak, keyin qila olamiz. Lekin hozirda bizni bozorimiz O'rta Osiyomi, Rossiya, Qozog'iston shu yoqqa chiqaryapmizmi? Shular talab qiladigan navlarni yetishtirishimiz kerak, ko'paytirishimiz kerak.
va bundan tashqari urug'siz navlarga o'tishga harakat qilishimiz kerak. Urug'siz navlarga ham harakat qilyapsizmi? Xudoga shukr, asta-asta ko'paytiryapmiz. Yangi Charchamiz. bog'larni qilib. Rahmat. Ishlardan Xudoga shukr. charchamang. Kam bo'lmanglar. Qo'llaringiz dast ko'rmasin. Rahmat, Sog' bo'ling. kam bo'lmanglar. Xo'p.